Ulug' Navoiyni qancha ko'p o'qisak, uning betakror ijodini teranroq anglab boraveramiz. Chunki Navoiyni anglash orqali biz o'zimizni, o'zligimizni, tariximizni yanada chuqurroq o'rganamiz. O'zligini, yurtning buyuk va shonli tarixini teran bilgan inson esa haqiqiy vatan fidoyisiga aylanadi. Alisher Navoiy hayoti, shaxsiy fazilatlari, faoliyati, ko'p qirrali merosini bilish va anglashga intilish moziydan hozirga qadar davom etib kelmoqda. Chunki Navoiy ulug' o'zbek shoiri, nosiri, mutafakkiri, davlat arbobi, vatanparvari, ijod ahlining murabbiysi sanaladi. U o'zining ko'p qirrali faoliyati bilan mamlakat va xalq taqdiri, ilm, ma'rifat, she'riyat va ma'naviyat tarixida alohida mavqega ega bo'lgan benazir siymodir. Navoiy nafaqat o'zbek xalqining, turkiy dunyoning, balki butun insoniyatning mutafakkiri, butun bashariyatning dahosi u. Shu sababdan uning asarlari faqat sharqda emas, balki g'arb olimlari tomonidan ham keng miqyosda o'rganilyapti. Nega biz Navoiyni yaxshi ko'ramiz? Qariyb 6 asrdirki, Mavlononing duru gavhar, javohirlarga to'la boy bo'lgan merosiga qayta murojaat qilaveramiz. Nega? Chunki Alisher Navoiy asarlaridagi chuqur falsafiy mushohadaga boy bo'lgan insonparvarlik, adolat, vatanparvarlik, komil inson g'oyalari bugun ham keng miqyosda targ'ib etilyapti. Bu g'oyalar ayniqsa bugungi globallashuv davrida yoshlar tarbiyasida muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yil mutafakkir shoirning 585 yilligi katta tantanasi noan'anaviy tarzda o'tkazildi. To'rt taraf qor bilan qoplangan so'lim tog'lar bag'rida nishonlanayotganda ham o'ziga xos bir ramziy ma'no bor albatta. Birinchi marta katta masshtabda o'tkazilayotgan xalqaro Navoiyshunoslar forumi jahonning turli davlatlaridan kelgan olimlarni, shoirlarni, Navoiyshunoslarni, ilm va ma'rifat ahlini, ma'naviyat darg'alarini, olimlarni bir manzilda birlashtirdi. Mutafakkir tavalludining 585 yilligiga bag'ishlangan Navoiyshunoslar forumi shoir merosini zamonaviy talqinda qayta o'rganish imkonini berdi. Forum nafaqat ilmiy uchrashuv, balki so'z, tafakkur va ma'naviyat bayramiga aylandi. Navoiyni anglash nafaqat o'zbek xalqini saodat, balki dunyoni ham saodati deb aytish mumkin. Navoiydan uzoqlashish demak ana o'sha saodatdan uzoqlashish. Navoiyni anglamaslik eng buyuk insonparvar g'oyalarni anglamaslik. Navoiy borasida qilingan ishlar, uning buyukligi, dahosi juda ko'p anjumanlarimizga mazmun bo'ladi. Lekin bu forumni o'ziga xos jihati shundaki, bugungi globallashuv davrida, bugungi mavjud xavf-xatarlar, ommaviy madaniyat ta'siri, murakkab bir tahlikali zamonda Navoiyni qanday qilib xalqqa yaqinlashtiramiz? Yo'inki xalqimizni qanday qilib Navoiyga yaqinlashtiramiz va bu jarayonda farzandlarimizga Hazratning ulug' g'oyalarini qanday anglatamiz? Umuman Navoiyni anglash saodatini qanday boshlaymiz? Bu borada qanday muammolarimiz bor va bugungi davr nuqtai nazardan, bugungi zamonaviy imkoniyatlar, texnologiyalar nuqtai nazardan qanday vositalar borki, u yoshlarimizni qalbiga o'sha oltin ko'priklarni solib beradi. Yoshlarimizni yuragiga o'sha ezgu g'oyalarini olib kiruvchi bir qutlug' yo'l bo'ladi. Mana bu masalalar bugun hammamizni o'ylantiradi. Forumda Navoiy ijodining badiiy estetik qudrati, turkiy til taraqqiyosidagi tarixiy o'rni, ma'naviy ma'rifiy merosining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati, xalqaro navoiyshunoslik istiqbollari, davlat va jamiyat boshqaruvidagi ma'murchilik islohotlaridagi o'ziga xos jihatlari kabi masalalar atroflicha muhokama qilindi. Bu yilgi Alisher Navoiy bilan bog'liq bo'lgan tadbirning boshqa yillardagi tadbirdan asosiy ustunligi Navoiy bobomizning 585 yillik yubileyiga to'g'ri keldi. Jahon navoiyshnosligi nomli elektron platforma yaratilganini va ayni paytda Alisher Navoiy asarlarining 100 jildli ilmiy ommabop nashr amalga oshirilishi niyat qilinganini va shu jarayonda Alisher Navoiy asarlariga oid bo'lgan ko'pgina tadqiqotlar amalga oshganini biz bugun faxr bilan aytishimiz kerak bo'ladi. Demakki, to'yga o'ziga yarasha bir to'yona bilan olimlarimiz tashrif buyurishgan.
Biz aytishimiz kerak, mana pokistonlik olim Alisher Navoiyning Mahbul qulub asarini o'z tiliga tarjima qilib e'lon qildi. Xorijdan kelayotgan olimlar Alisher Navoiy ijodiga, ma'naviyatiga, ma'rifatiga bizdan kam qiziqmayapti. Bu albatta bizning faxrimiz, albatta bizning g'ururimiz. Millat nomi Navoiy nomi bilan odatda yonma-yon qo'yib tilga olingan. Navoiy millatimizning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylangan. Demak, biz Navoiy degan bir siymo bilan o'zimizni, o'zligimizni, millat g'ururini butun jahonga ko'z-ko'z qila oladigan bir darajaga yetdik. Bugungi forum bizga Alisher Navoiyni keng dunyoga, uning ma'naviyati, ma'rifatini keng dunyoga tatbiq qilish imkoniyati bilan birgalikda mamlakatimiz bugungi kun imidji qanday? Bugun yangi O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarining ma'naviyatga, adabiyotga, ma'rifatga e'tiborining go'zal bir ifodasi qanday ekanligini ham namoyon etib, ko'z-ko'z etib berishadi. Mahalliy va xorijiy mutaxassislar Navoiyni mumtoz shoirgina emas, balki milliy tafakkur me'mori, ma'rifatparvar davlat arbobi va til siyosatining asoschisi sifatida e'tirof etishdi. Büyük bir alim, büyük bir mütefekkir, büyük bir sehavet insanı, himmet ehli. Navoiy buyuk olim, saxovatpesha inson, millatning yorug' yuzi sanaladi. Uning asarlarida komil inson g'oyasi mujassam. Uning eng buyuk asari uning o'zidir. Buyuk so'zi va qalami adabiy merosi butun dunyoga ma'naviyat, ma'rifat va ilm ziyo ulashib kelyapti. Asrlar davomida turkiylar musulmon sharqining siyosiy va iqtisodiy hayotida yetakchi xalqlardan bo'lganligiga qaramasdan, madaniy hayot, ayniqsa adabiyot sohasida turkiy tilining roli sezilarli darajada emasdi. Alisher Navoiyning olamshumul asarlari tufayli o'zbek tili adabiy til sifatida uzil-kesil shakllanib, bu tilda yuzlab olimlar va shoirlar turli mavzular va mazmundagi asarlar yozish imkonini qo'lga kiritdi. Bizning turkiy xalqlar namoyandalari ham Navoiyni o'ziga ustoz deb bilib, o'z ona tillarida milliy adabiyot yaratilishiga kamarbasta bo'lib, shu tariqa boshqa turkiy xalqlarning adabiyoti ham mumtozlik darajasiga ko'tarildi. Masalan, Turkiyada shu ma'noda Alisher Navoiy butun turkiy xalqlarning ma'naviy bayrog'i desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. अमीर अली शेर नवाई दुरुस्त है कि उज़्बेकिस्तान के कौमी शायर और दानिश्वर हैं. Mir Alisher Navoiy haqiqatan ham O'zbekistonning shoiri va mutafakkiri hisoblanadi, lekin uning fikrlari va falsafasi jahon miqyosidagi buyuk shaxs maqomiga ega ekanligini anglatadi. Men Alisher Navoiyni avval uning she'rlari orqali tanidim, keyinchalik esa uning mashhur Mahbubul qulub asari bilan yanada chuqurroq angladim. Bu kitob Navoiyning shaxsiyatini aks ettiruvchi nodir asar bo'lib, bugun jamiyatimiz uchun juda muhim oyna vazifasini bajaradi. Unda oddiy hayot masalalaridan tortib falsafiy fikrlargacha mujassam. Mahbubul qulub asarini tarjima qildim. Tarjima jarayoni menga nisbatan oson kechdi, chunki asardagi iboralar menga juda tanish bo'ldi. Unda Guliston va Bahoriston asarlarining ta'siri yaqqol sezilib turadi. Shu bois tarjima qilish men uchun nihoyatda qiziqarli bo'ldi. Bu kitobning ahamiyati shundaki, u insoniyat uchun umumiy global xabarni o'zida mujassam etadi. Navoiy shaxsiyati butun bashariyat uchun ibratdir. Ilm va san'at uyg'unligi forumning eng yorqin jihati bo'ldi. Unda ma'ruzalar bilan birga Navoiyning sari g'azallari o'qildi va sharhlandi. Dostonlari badiiy tahlil etildi. Tabiat bag'rida mushoiralar tashkil etildi. Sahnaviy kompozitsiyalar namoyish qilindi. Pokistondan, Erondan, Turkiyadan, hattoki Koreya Respublikasidan Navoiyshunoslar tashrif buyurgan. Mana shu Navoiyshunoslar uchun biz bir maydoncha tashkil qildik. Bu ham bo'ladigan bo'lsa, shu Navoiyni bugun ijodini o'rganish, tadqiq qilish va Navoiyni bugun xalqqa yetkazish. Ya'ni xalqni Navoiyga, Navoiyni esa xalqqa yaqinlashtirish, mana shunaqa bir ulug' niyat qilingan. Men o'ylaymanki, bu yerda juda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Ayniqsa yoshlarimizni bugun Navoiyga, Navoiyni merosini o'rganishga, ularni asarlarini tadqiq etishga bilan bog'liq juda ko'p takliflar yig'ilyapti. Men o'ylaymanki, Alisher Navoiy nomidagi o'sha Respublika jamoat fondi bularni hammasini umumlashtiradi va ikkinchi masala sifatida aytishimiz kerakki, mana shu Navoiy hazratlarini Lison ut Tayr asarlari italyan tiliga tarjima qilinibdi. Navoiyni o'rganishimiz kerak. Navoiyni bugun sodda o'zimizda o'zbek tilimizda yoshlarimizga yetkazishimiz uchun men o'ylaymanki, olimlarimiz juda katta ishlarni qilyapti. Mana xususan shuni e'tirof etish kerak. Mana bugun shu narsani e'loni berildi. Navoiyni asarlariga bag'ishlangan Navoiyni g'azallarini nasriy bayoni 100 jildli bo'libdi. Mana shu 100 jildlikni bugun juda katta miqdorda adadda tirajini amalga oshirish men o'ylaymanki juda tahsinga sazovor. Mana shu bilan bog'liq men hamma o'zimizda mana shu O'zbekiston fuqarolarini shu bilan tabriklamoqchiman. 100 jildlik asar har bir
O'zbekistonni xonadonlariga yetib borish kerak, fuqarolarimizni xonadonlariga. Forum yakunida qo'shma loyihalar, nashrlar, tarjimalar bo'yicha kelishuvlar ilgari surildi. Mazkur muloqot Navoiy poydevor qo'ygan so'z saltanatining bugungi avlod qalbidagi yangilangan sadosi bo'ldi.